Ey, ketdik, bo'laqa. Endi hozir men gapiraman, faqat sen eshitasan. Nima desam ham alamdan gapiraman. Yo, gapimni bo'lma. Rostdan gapirib ol, iltimos. Maylimi? Rahmat. Birinchi navbatda va'dani esingdan chiqarib qo'yding, o'rtoq. Esingdami va'dalashgandik? Sen yolg'onchi ekansan. G'irt yolg'onchi ekansan. Boshimga ish tushsa yugurib oldinga kelardim. Sen yordam berarding. Endi-chi? Qarzga kirib qolganim esingdami? O'rtoq deb molingni pulini olib chiqib menga beruvding. Tushunaman. Lekin o'rtoq, nima qilay? Menga alam qilyapti. Rostdan alam qilyapti. Har doim yonimda bo'lgansan. Muammoing bo'lsa hal qilib bergansan-da, endi bo'lsa meni navbatim kelganda shu ishing yaxshimi? Ha? Hech ham yaxshi emas. Bo'lmaksda, Buxoro ekanlik senga yarashdi? Yarashdi, o'rtoq. Ol, senga hadya qildim. Bo'ldi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, bundan keyin ham baribir kelib sen oldinga kelaman. Dardim aytaman, muammoyimni aytaman. Yengil torsam nima qilaysanga aytsam. O'rganib qolganman-da. Ichimdan duo qilaman, o'rtoq. O'rtoq, duo qilasan, faqat hozir emas. Bir kun kelib bo'lsam, qabrim ustidan hamma ketadi. Lekin sen qolasan. Men bunga ishonaman. O'shanda duo qilib bersan, o'rtoq. Qabrim ustidan hamma ketadi. Lekin sen qolasan. Haqiqiy eshitadigan do'stim o'zing eding. Men yo'qotib qo'ydim seni.